Bilasizmi, nima uchun jahon chempionati kubogi bu qadar qimmat? Dastlab kubokni 5 kilogramm sof oltindan yasab, har 4 yilda dunyoning eng yaxshi jamoasiga topshirishgan. Lekin keyin dahshatli bir narsa yuz berdi. Serabus Milaratus Smilan Prudalapan Braziliya 3-marta jahon chempionatini qo'lga kiritgandan so'ng, ular kubokni uyga olib ketishdi va uni jo'natmoqchi bo'lganlarida baxtsizlik yuz berdi. Meksikaning narkokarteli kubokni aeroportga yetib borgunga qadar o'g'irlab ketdi. Keyin ular uni oltin quymalarga isitib, millionlab yevroga sotib yuborishdi. Shundan so'ng FIFA qoidalarini o'zgartirdi. Ular endi har 4 yilda kubokni qayta yasashni va g'oliblarga ko'plab trofeylar berishni istamadi, chunki bu uning qiymatini tushirib yuborardi. Shuning uchun FIFA ko'p muxlislar hali ham bilmaydigan bir usul o'ylab topdi. Qachon biror mamlakat jahon chempionatini qo'lga kiritsa, uning nomi haqiqiy jahon kubogiga o'yib yoziladi va haqiqiy kubokni esa Shveysariyada maxsus xazinada saqlashadi. Xo'sh, oxir-oqibat chempion jamoa uyiga nima olib ketadi? Javob oddiy. Ular nusxa olib ketadi. Bu nusxa odatda bronza yoki alyuminiy kabi arzonroq materiallardan yasalgan. Ha, to'g'ri, ularga soxta kubokni berishadi.